ITga qo'yishimdan maqsad shundan bo'lganki, IT sohasida hozirgi kunda onlayn uyda turib ham pul topadigan o'quvchilar bor. Kompyuter savodxonligi yo'nalishi o'qiyotgan davrda o'zi kompyuterda ishlashni bilsa ham, men hali ko'p narsani bilmas ekanman. Nimaga oldinroq qo'ymagansiz, ancha narsani o'rganib oldim degan fikrlarni aytdi. Bu yerda yaratib berilgan sharoitlar, bu yerdagi ustozlarning bilimlari bizga juda ham ma'qul keldi. Qizim o'qish davomida o'rgangan bilimlarini men ham uydan turib nazorat qilib bordim. Olgan ballarini ko'rib borish imkoniyati bu yerda yaratilgan. Bajargan uyga vazifalarini to'liq bajargan, bajarmaganlari ham platformada maxsus joylashtirib boriladi. Bemalol men uni kuzatib, ota-ona sifatida nazorat qilib turdim va boshqa ota-onalarga ham shu o'quv markaziga farzandlarini olib kelib o'qitishlarini tavsiya qilaman. Chunki Sensorika o'quv markazi Navoiyda eng nufuzli ITni o'rgatadigan o'quv markazlaridan. Hozirgi kunda ITga bo'lgan talab juda ham ko'p. Har bir sohada ITni o'rganish muhim. Ota-onalar baribir xohlaymiz, xohlamaymiz shaharda ishlaymiz hammamiz. To'liq nazorat qilishga unchalik vaqtimiz yetmagan vaqtda bular bemalol o'zlari o'quv sentrida bo'lgan vaqtda nazorat qilib, hattoki kech qolganlarigacha ma'lumot berib borishadi. Bunaqa sharoitlar yaratgani uchun Sensorika o'quv markazi ma'muriyatiga va ustozlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.